Nasafga chempion, Superkubok sohibi, Qarshilik futbol ishqibozlarini chin dildan qutlaymiz. Ajoyib g'alaba, og'ir uchrashuvda qo'lga kiritilgan natija Bunyodkor stadionidagi mana shunday go'zal manzaraga sabab bo'lyapti. Bunyodkorda Superkubok bahslari bo'laversa, Nasaf mana shu manzarani takrorlayveradi. Katta mehnat qilindi va bu qo'lga kiritildi. Buning uchun esa chempion bo'lib keldi-da, Nasaf chempion bo'lib keldi. Ro'ziqul Berdiyevni ham tabriklaymiz. Bu jamoasi bilan katta natijalar qayd etishda bardavom bo'lsin. Va eng muhimi, elit ligada ushbu jamoa mamlakatimiz yuzini himoyachisi o'laroq Osiyoga ko'rsatib qo'ysin. Nasafning kuchi qanday ekanligini va oxirida nima deymiz? Rostdan ham Nasafga o'xshashi yo'q.